Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Eynək proqramımız xoş gəldinizlər. Elşad aka, siz xoş gəldiniz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat, hoş geldik. Ekran aldiki ve sanım rahmat hammanglarga. Hər qitim aldanlarga oxşumaydigan yeni özgüçü proqramlar bilan çıxıb durubdimiz. Sizlərlə yaxtırışınlarını ümid qılımız. Şimdi bu haftalık programınınki teması başlap ketsek aka. Ma yakından yaqı Xitayning ijtimoiy tarmoqlarida bo'lsin yoki xabarlarda bo'lsin. Mushu Xitoydagi jasus tutish safarbarligi. Masalan bir ba'zi yerlarni rasmga tortgan chet elliklarninki tutilganligi, apirib tutib ekanligi yoki ularni Xitoy ya'ni taksichilarniki zaxmlantirib tutib ekanligi degan bir qanchalıqan gaplar bulundu. Bazı Uyg'urlarmi bu to'g'riliq bir narsa chiqiribdi. İşte yaqindan jasus chiqib ketdi degandek bizning vatanga bog'liqligi, uning keyindan Yaponiyalik ekanligi degandek nurg'unlagan gaplar bulunyapti. Endi buningki hozirgi bu bizim vaziyetimizga yoki Uyg'urlarniki berib kelayotgan ahvolga qandayroq bir nim bo'ldi, ta'sir bo'ldi yoki bizga qandayroq bir nimamiz bor, biz nimani bila olamiz shu to'g'riliq bir. Xo'sh, yaxshi savol. Xitoyda mayli jasus tutish olsun, mayli nim bo'lsin, hammasi bir bo'rondak, bir bir faaliyetga qaraydi, siyosiy faaliyet. Hamda Xitoylar yundung deydi, harakat, yana siyosiy harakat. Biz kichik vaqtlarimizda men 60dan oshdim-ku, 65ga yaqinlashib qolgandim. Mesela ben kichik vaqtimda jiq nima deydi, uni qizil kichik askardamda Aştaqil pionerlarning guruhlari, jurnallari bordi. Ularga qaraydigan bo'lsa, shuningda har xil jasus tutish, shpion tutish, ashta telefonim bir to'xtamay telefon qilib ketdi. Ashta jasus tutish faoliyatlari bakchi qo'ladigan. Çünkü o vaqtda mı şu aşınonga o'xshash harakat, o bir siyosiy harakat. Shuningga azroqla mana degan vaqtida mayli kichik bola bo'lsin, mayli shu vaqtdagi qurolliq askarlar, minbing deydi. Qurol askarlari bo'lsin. Ko'chada ko'ziga sig'magan odamni, yo'chun odamlarni onu yoki ko'chin shu maliga keladigan ruxsatning bormi, kinishkang bormi, u bu deb tutib, ular o'zini aqlab qo'yguncha necha kun turmalarda yetib, hamda u vaqtda rasmiy turma yo'q, yez saralarda, ammo shu Gongshininki yana hozirgi yezliq hukumatning kichik ishxonalarga solab qo'yganlarni men bilmayman, hamda azroq. Chunki menmi nayzni ko'tarib ben şu Uygurca okuyanda Çolokay'dan koçalarda bizmi tuğan neyzini götürüp. O bazı tağlardan çarvıçılar tuz, çay, ağını düşkerler var. Ulan tosu varsak bazıları onu düşendirip nem kıpkıça bir dem daha şu nemle kapırımız. Hem de demek çoğunun Xitay'daki bu casus tutuş bu ilki çetel biz düşengen garip dünyasındaki istihbarat egallash bilan farqi bak cho'ng. U Xitoyning jasusi o'ziga yoqmagan, ko'z qarashi o'xshamagan har qanday odamni ular jasus deb ayblay oladi. Hattoki isbot bo'lmasa, isbot chiqara oladi. Masalan, men shu programmani qilamiz deganiga ozroq izlandim. Ikki Xitoy, Amerikalar sug'urut deymiz-ku, Boshan, sug'urut. Yana insurance deydi İngilizce. Şu sug'urut ba'zida Straxaniyam deydi deyman o'zimcha. Straxaniya. Şunun bir şirket açmoqchi bo'libdi Xitoyga berib. Qaysi o'lkani unutib qoldim. Bu ikkisi berib, shu yerda yana bir yerlik odamni tepib, hamda bu o'lka umr sug'urut qilmoqchi ekanda bu. Shuning bilan
Ular hamda odamlar qancha yoshlarda o'lyapti bu rayonning, o'lkaning shularni egallamoqchi bo'libdi. Endi bu chunki g'arb dunyosida har yili qanchalik odam o'ladi, qaysi yerda hammasi bu ochiq sansipiryapti. To'g'ri. Hukumatning taqqini bo'ladi. Xo'sh. Ular bular berib so'rabki bu davlat tahdidi deb. Buni desak bo'lmaydi deb. Şu bular so'rabdi, qanday bu davlat maxfiyati bo'ldi, odamlarning o'lgan soni bir yilda desa hamda ashta qonun bu deb bermabdi. Bermaganniki bular o'ylabdi-da, buni hamda birimiz avvalgi jasad ko'ydirdigan yer berib, sanab baqayli. Bir kunda qancha odam kelib, jasad keldi, anoniki uni ko'ydirdi. Buningda bir sansipir egallasak, onun iki depto yanı birisiga sen berip qabristonlikqa shu bir yilda ko'milganlarning sonini egallasa, uningdan keyin shu ikkisini ham qilsak bir taxminan son chiqib qelishi mumkin deb. Shu bu adash o jasad ko'ydirgan yerga berib, endi uni nima qilib qo'yguncha, o qabristonniki telefon qilib men hozir saqchiqanda deb. Shuni bilan borsa, uni saqchilar qabristonlikni rasmga tatgan deb uniki bu surishtirsa bu chataldan Amerikadan borgan shuni bilan bu chatal jasusga deb buni o'lkalargacha oxirisi shu amerikalik tuqqanlari pul g'ashlab yurib bularni chiqarib olibdi. Ammo Xitoyning nemisida bu ikkisi jasus. Tatqini qabristonlik, ammo lekin ma'lum nozik yerlarni rasmga tatgan deb Xitoyga. Demak Xitoyda bu jasus hem asan, ayıpleşme asan. Hem de biz Uygurlarga gelsek, Şarkı Türkistan, bugün tünügün çıktı bir haber. Hazır Şarkı Türkistan bilen Tibet gibi eriş için ayrım ruhsat aldık ya. Belki senin yaşındakiler bilmeydi bunu. Mesela biz küçük vaktimizde Komuldun, atanam, Gulcığı beriş için aldı bilen hükümetten Tongşinjung'daydı. Xitayca. Ötüş ruhsat deyiliş gerek. Şu yollarda tekşirge vaktida şu ruhsatını kösetsen onun için baralaysa. O ruhsat bulmasa basan seni casus dep tutup alalaydı. Ama o vaktlarda resim tatlık aparatımı yok, telefonum yok. Biz bu vaqtda 2010dan tortib 2015gacha men oxirgi 5 yilda nim qildim bu deymi. Bundaq bir narsa bo'ldi. Masalan, yeşil karta deydigan bir nim bo'ldi. Masalan, Urumchiga berish uchun avval mahalladagi soqchixonadan xat kelib, bu odam ishonchli ishni bo'lmaydi deb nim qildi. Undan keyin buni bekor qilib o'tgan bo'ldi. Bekor qilib o'tgan bilan yo'lda uni tekshirmaydi, ammo Urumchiga berib yoki boshqa shaharga berib, yotaqashqa vaqtda mush qog'ozni ko'rsan deb yana o'xshashda bir gapda, ashta bir narsa bo'ldi. Lekin bu shu. Masalan, hamda tunugundan chiqqan Xitoy hozir yangi e'lon uqtirish chiqaribdi qonunda. Sharq Turkiston bilan Tibetga boradigan har qanday odam oldin ola mayli chet ellik bo'lsin, mayli qaytib kelgan kishi olsun hammasi cho'qim ruxsat edish kerak. Shu ruxsat qog'oz. O ruxsat qog'oz bo'lgandan keyin masalan Sharq Turkistondan Urumchiga borma desa, Urumchidan chiqib ketsa, uni qo'g'lab o'tish, hatto jasus deb ayblash huquqi bor. Endi masalan bir Uyg'ur bodi berib ya Şinjan Üniversitesi'de ya bo'lmasa Urumchini deyli, ya bo'lmasa Nogay Meçhtiba yerlerindeyli, ya ki konsul koçusundayli, şöyle çöglep itip, oy mavu bron biz tamak yiyen restoran dedi, hazır mı baki edip resimgi tatkanda, eğer birisi onu caylaymayadigan bo'lsa, Xitoy hükümeti bu devlet mahfiyetini resimgi tatdi edip onu tutalaydı. Xitoyda. O senin restoran tattın mı, nen tattın, sen deyigenin hesap olmaydı. Xitoy hükümeti seni casus deb tutgan vaqtida u yerda maxfiyat bo'lyapti desa, shu maxfiyat bor bo'ladi. Undan keyin Xitoyning bu casus qarishi qonuni bo'yicha hukumatning darvozalarini rasmga tassangmi, ularmi agar hukumat shuni joylayman desa, u yana jasuslik bo'ladi. Mana deganda bu xil harakat
vatanga berayotganlar uchun eng bir tavakkülchilikninki va o'zini banda degan vaqtida g'aljirishlarning ugisiga kirpagan bo'ladi hamdi. Tali bo'lsa saqchiqa, balkim kelishimlar bor bo'lsa, ammo Xitoy har qanday vaqtda joylayman desa, bularni joylay oladi. Shuning uchun bu Xitoyninki jasus tutish, bu faoliyati, bu harakat bir siyosiy harakat. Bu qonunga asoslangan emas. Masalan, shu mayli yaponlik bo'lsin, berib ketib berib mashinada rasmga tortgan. Yana birinisinikini Xitoylarnikini ko'rdim. Ketib berib bir ishga muxbir taksida qaysi shaharligini demabdi. Bir harbiy gazarmaning oldidan o'tgan o'xshaydi. Ya, idoramiki ishga harbiy postga miltiq bilan. Shuni rasmga tortgan, nozik rayonni rasmga tortgan bu jasusga deb taksichi o'ddil saqchiga biribdi, shuni ularni tutibdi. Masalan, Xitoyda mening esimda bor, men ashar vatanda vaqtimda, masalan, Shixanzning sharlik hukumatga kirma desam, sharlik hukumatning ikki tarafida ikki harbiy post turdi. Qurolli saqchining harbiysi. Endi ashuni rasmga tortsam, jasuslik bo'ladi Xitoyning qonuni bo'yicha, Xitoyning tonishi bo'yicha. Urumchi sharlik hukumatga borsang, men bu vaqtida hamda hozir menimcha uningdan murakkab bo'lishi mumkin. Men bu vaqtida yana o'xshashlar ikki qurolli saqchi darvozaning ikki tarafida turdi. Falon odamni izlayman desang, undan keyin ular ishchiliklarga deydi, ular undan keyin u odam bilan aloqa qilishib kirsin desa kiradi, bo'lmasa kirolmaysa. Bu Xitoyning hukumatlarining oldida menimcha hozir texmi-jixmiki deyman, unda post turdigan. Ularning qo'lida qurolmi bor? Ularni rasmga tortding, sen jasus bo'lsa. Shuning uchun bu yerda Xitoyningki masalan ba'zilar vatanga berib kelib, uchira keldim deydi, uchira kelish u endi bir men uni bema'nilik deb qarayman. Uyg'urlar uchur akilanmaydi. Chunki Uyg'ur har doim nazorat ostida. O nazorat ostidagi u ahvolda unda bir rasmga tortib yoki unda Xitoyning hujjatlari masalan yelaraq yana qolgan nima deyishimiz, hozir bizning bilishimizcha Xitoy Uyg'urlar qarayotgan milliy qirg'inchilik siyosatlarini eg'izdan eg'izga hujjat yo'q. Hujjat o bironkada qog'oz siyosat tushirish o amaldan kelib, shu Xitoy boshlig'iga telefonda uqtirib, mana siyosat, shuni qilsa, uni unalg'i ilishga bo'lmaydi, taqtishga bo'lmaydi, u bu deb shu bo'yicha mengyotdi. Shuning uchun buningda hamda Xitoylar balkim bizga qaragan jiqara kuchiriga egallay oladi, ammo Uyg'urlar nihoyat qiyin ahvolda. Shuningga bu hamda bir yangi mana deganda o'zi hamda yaxshi bo'lib qopti vatan, xotirjamga berib keldik deganlarning gepining yog'anligining yana bir isbotini Xitoy o'zi ko'rsatyapti. Mana deganda ruxsat qilganlar bora oladi, hamda qanday sharoitda bu ruxsatni oldi, xudo bildi, nimalarga va'da qilib, nimalarga ma'qul deb bora oladi, uni biz bilmaymiz, ammo cho'qim bir narsalarga ma'qul deyishidi. Ammo shundaq holatdimi, bular xatar ostida. Hozirgi bu jasus tutish bu harakatida, siyosiy harakatda har qanday bir Uyg'ur chet eldan bodi azroq diqqat qilmasa, masalan, telefonida bilimlar bo'lib qolsa, Xitoy uni ko'rib qolsa, hukumat joylayman degan vaqtida shu zaman uni tuta oladi va jasus deb ayblay oladi. U yerda Xitoyning qonunida o yilgi dalil isbot bularni o Xitoy hech qachon e'tirof qilmaydi. Masalan, necha yilning oldida Kanadaninki ikki fuqarosini, sen Kanadada birisi diplomat bo'lgan odam, ikkisini jasuslik bilan tutib oldi. Chunki Amerikaninki tavsiyasi bilan Kanada yilgi Huawei'ninki boshlig'ining qizini tutgan.
Şuna olan iki diplomatını tuttu, casuslukla ayıpladı. Ama Tatay'ını, Xitay'ını koyu etiydi. Şu zaman çıkılsı yeni geldi. O casusluk mu yok, ispatı mı yok, hiç mi yok. Demek bir yerde Xitay'ınki de o casus tutuş, rast casus tutuş emez. Adem caylaş, yani cemiyetini kontrol kılış, fuqarolarni terror ostida kontrol qilib boshqarish va chet eldan bag'allarni har qanday vaqtida o'zining shartiga ko'ndirib, o'zining maqsadiga xizmat qildirishga ishlatadigan qurol. Rahmat. Dost qısqa bir mush so'liq tarmoqqa qisqalanib qilsak, bu endi siyosat deb nima qilish kerakmi yoki shundaq bir avval bo'lishi mumkinmi masalan shundaq masalan boshqa davlatdan avatilgan odamlarning bo'lish mumkinchiligi bormi yoki faqat Bo'lishi mumkinchiligi bor deyman. Avatgandan bekerek hozirgi fan texnikada hamda jasuslik asosan tor orqali jiqarag'i hamda oz sonda qanday maxfiyatlarni deganda masalan Uyg'ur milliy qirg'inchiligininki ba'zi bir buyruqlari markazdan tushgan hujjatlari balkim shu avtonom rayonninki partkom sekretari bo'lgan Xitoy shu yerda to'xtab qolishi mumkin. Uningdan tuvanga yetkazmaydi. Eg'izaki yetkazadi. Mushundaq hujjatlar bularni odim orqali qo'lga tushirish kerak. Uningdan keyin Xitoy harbiylarni mashq qildiradigan, qurol yaroqlarni qilgan bu to'g'riliq hujjatlari bo'ladi. Bularni odam orqali. Ammo lekin uningga jiqaroq ahvolda odam avatish emas, o rasmga tortib harbiy gazarmani rasmga tortadigan odam avatish bu ahmoqlik hozirgi dunyoda. Sunniy amro bilan tortqin bo'ladi. Adamsiz ushqish hozirgi sunniy kichik nimalar bilan tortqini bo'ladi. O darvozani rasmga qurol tutgan saqchini rasmga tortadigan unda ahmoq jasus idoralar yo'q hozir. Ham Xitoy o'zi shunda o'ylaydi. Ama Amerika masalan bir ikki oyning oldida CIA'ning chiqargan e'loni bor. Agar Xitoy hukumatiga noroziliging bo'lgan bo'lsa, bu hukumatning adolatsizligini bilgan bo'lsang, bizga ishla deydi. Bu nima deganda, ishchidagi odamlar ularni tarbiyalab, yetishtirib, jiq bo'lsa sirtdan bag'an odam ularning qo'ldagi narsani, qog'oz yoki materiallarni og'ini bor edi. Ama u yerga halqi bironqidak aparatning birini ko'tagiz qo'yib, berib rasmga tortibga o hozir o'tib ketdi u davr. Menimcha jasus bormi? Bor. Ama o ilqi ko'chadagi taksichilar tutalaydigan jasus o jasus emas. O sayohatchi. Unda 4 jasus olmaydi. G'arbning avatgan jasuslari unda 4 bo'lsa o Xitoy bilan ilishqin olmaydi. Ko'pdan ko'p rahmat aka. Nihoyat yaxshi tushuntirib bergan bo'ldingiz. Endi ikkinchi bir savolimizga keldik. O'tgan yili chiqqan-ku deyman, shu Xotanda soqchi bo'lgan deyman, Keriyada. Soqchi bo'lgan, undan keyin o'tgan yil chiqib, yaqinda siz bir ziyorat qilibsiz, biroq vatanning ahvoli to'g'riliq degandek biroq nima bo'ldingiz. Ko'p insonlar balki bu yangilik bo'lmagandek men anglab chiqdim. Ya'ni bu ahvollar ba'dek his qildim. Undan keyin siz o'zingiz bevosita ziyorat qildingiz. Bu ziyorat qilish jarayonida o'xshamaydigan bizga bir yangilik olib keladigan, ya'ni o'xshamaydigan bir xabar, uchurlar bormi ekan? Mana ikki tarafdan qaraymiz bu Xitoyni. Birincisi, yangi xabar hamda biz bilmaydigan yangiliklar bormi deganda, yangiliklar asosan yo'q deyishga bo'ladi. Bor desak, bor. Qayeri bor degan vaqtida yangilik. Masalan biz Chinchangoni Xitoy akatdi. 2000 qancha yili 21mi 22si Chinchangoni akatdi. Qaysi yildi Chinchangoni? Chinchangoni akitib, uning o'rniga machinery degan Xitoyni akaldi. Machinery degan Xitoyni akaldi.
Machinery'ne kelgandan keyin hatta Uyg'urlarning ichidami ma'lum darajada bir xil umid paydo bo'ldi. Voy bu Xitoy degan o'qigankan, olimkan, bu o'xshamaydi ekan. Chunki Xitoyning tashviqoti astada tonishdi. Machinery'ni bu degan Xitoyningki alam projektdan chiqqan, mudofaa sanoatidan chiqqan, naytu o'qigan odam, bilimlik, mana degan vaqtida Xitoycha jish uqanlaydi. Yana teknokrat inglizcha, Uyg'urcha ham nima deymiz? ixtisos egasi yoki ixtisos egasi. Ixtisos egasi deb belki kallada har qanday odamning kallasida o'qigan odam boshqalarga qaraganda yaxshiroq bo'ladi deydigan mana bir narsa bor. Ammo o'qigan odam eski o'qigan vaqtida o'qimagandan yomon bo'ladi, yomon ilgar bo'ladi. Shuning bilan hamda uzun gapning qisqasi Machinery chiqqandan keyin Uyg'urlarga shunda bir umid bo'ldi. Voy bu o'zgartamdi deb. Deganga o'xshash shu Uyg'urlar kutgandek Xitoymi xuddi bir cho'ng o'zgarish bo'lgandek Machinery'ning chiqib uzun o'tmayla asto bir Uyg'urlar Amerikaga kelishga boshladi, Turkiyaga berishga boshladi, tanlagan odamlar. Onundan keyin uningga agishib asto bir turkumlar berishga boshladi. Turkiyada elchixonaning o'rinlashtirishi bilan o'zligining boshqa usullar bilan yana sabr programmi bu shularning nemalari bilan berishga boshladi. Buning bilan voy Machinery kelgandan keyin bu o'zgaribdi dedi. Endi bu yerda biz mayli qurultoy bo'lsin, jiqimiz deb keldik. Machinery faqat shaklni o'zgartdi, milliy qirg'inchilik to'xtamadi. Chunki ko'pinchimiz yanala uy bilan aloqamiz yo'q, urug' tuqqanlarimizning izderiki yo'q. Raila Davudni qo'yib bergani yo'q, Yolqin Ro'zni qo'yib bergani yo'q, Toshpo'lat Tiyibni qo'yib bergani yo'q. Ziyolilar hammasi yana lagerda o'zgargani yo'q. Milliy qirg'inchilik davomlashyapti dedik. Ammo bizda buni isbotlaydigan lagerlar turmaga o'zgardi, majbur emgak bor dedik. Ammo biz qarizimiz to'g'ri, isbotimiz yo'q. Buningga Xitoy naq shuningga isbotlar chiqdi. Bu yangilik. Bu yangilik. Masalan, bu Xitoy dedi, Machinery kelgandan keyin haqiqatan lagerlar aytilganda ko'ringan bilan deydi u, turkumlab 6 oydan almashtirib turib bularni Uyg'urlarni yana lagerga akirdi deydi. Akirib shu yerlarda yana qiynab, ularni ba'zini kesib, shuni qildi deydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi biz dedik, emgak bor dedik. Shu vaqtida paxta terishga Uyg'ur majbur emgak bor desak, Xitoy nima qildi? Kombaynning rasmini chiqarib, hozir paxtani degan mashina bil teriydi o. Nada unda odam bil teriymiz. Unda odam bil termaydi, paxta ne dedi. Ammo biz uning isbotini ko'rsatmadik. Ammo shu vaqtida farizimiz to'g'ri. Xitoy 23-yili Uyg'urlarni Xotandan Aqsuga apirib paxta tegizganligi, paxtalikda o'zining tushgan rasmi amga majbur emgak Uyg'urlarni buni chiqdi. Bu yangilik. Biz bildigan narsalar, ammo bizda uningga ko'z beradigan xalqaraga isbot yo'q. Bu isbotni bu Xitoyga chiqdi. Yangilikmi? Yangilik. Ammo yangilik emas deb turib olamiz desak, ba'zi qajlarga o'xshash. Bu hammani biz bilatdik desak, bilatdikmi? Bilamiz. Ammo qo'limizda isbot bormi? Isbot yo'q. Adrian Zenziga berdigan, BBC'ga berdigan, ularga berdigan qo'limizda u isbot yo'qdi. Bu isbotlarni ochiqdi, ham o'zining rasmlari bilan shu paxtaliklardagi bizga biz bildigan ahvolni qaytadan isbotlab berdi. Kuchlantirib berdi. Bizningki farizimiz, bizning qilayotgan da'voyimizning haqliq ekanligini dunyoga yana bir qitim mana ras bu Uyg'urlarning digini, bu yerdagi zulm davomlashyapti. Machinery kelgan bo'lsa-mu, hech qanday o'zgarish yo'q degan signalni, bu dalil isbotlarni bu Xitoy bizga berdi. Shohidlarimiz
türmenin içinde baskınçılık bağ ayallarga, kıynaş bağ degen. Özünün jarayanı dedi. Amalikin hemmeden işinip gitenmeydi. Mesela ben Kurultayning yığını go deyman. Prag'da qaysi bağa vaktimde nime bekleti Türkballık bala Ömer Bekli. Şu Çehtiki bir üniversite ispat bergende ben var yerinde. Biz belli badı. Netçe Uygur. Ama şu yerde bir arkadaş kopup sen anda davatsa, manda davatsa, türmeden her gün adamlar çık gitmedi deyse kanda ne mi asasını davatsa o senin ağzındılar dedi. Ama hazır ma sakçı Xitay. Ben sakçı boğan, ben köydüm, tinaydı, tici ben şu tiniğallahının ki avazını anlap, menin jürgüm çidimaydı. Çünkü o bir xil korkunuşlu o avazını anlasa dedi. Ma o hem yenilik hem biz bildiğin narsa. Hem onun biz cahillik kılıp vay bu Xitay iştimni yeni emas deymiz desek hakikaten biz bilimiz Xitay kılıdı bunu. Tinaydı, öldürdü. Ama lekin bizde onun dep berdiğen, köst berdiğen delil yoktu. Bu ne Xitay dep berdi? Bu Xitay özününki beşinin ötkenleri. Bu birincisi. Yani yenilik var mı yok mu degende. Hem ikincisi bu Xitay'nın bu yerde yanı bir nimkıga yeri biz Uygurlar Xitay'ga berip mayli dunyoga biz muşta kuvvetli Xitaylar desek bazılar bak garipte Xitay'ga amrak yoki İslam dünyasida Xitay'ga amraklar. Vay bu acayip bir rahimdil. Ular degan şunda bir işchan millat, şunda ak ko'ngil. Ya o sen aşırı yetib borsa, sen garip dünyasının tashviqotini qilyapsa, onda bo'lmaydi deydi. Biz desek, bizni bular Xitoyga o'sh bo'lganligidan oshirib deydi deydi. Men Indoneziyaga borganda şu Ülümalar Teşkilatı'nın bizil görüşkende ben tas kaldım sokuş ketkini. Desek, şu birisi kopup bana işlediydi. Sizler o CIA'nın teşvikatını kılıp CIA nemi düşündeydi sizler deydi. Ben verdim. Benim inimni öldürüp etken sen berip sürüştürüp hemsi benim ata-anamni. Eğer sen baralısan sen Xitay'ın yakşı desen sen berip bana men üçün sürüştürüp dep uyar azırak dokunuş oldu. Çünkü zulüm tatqa adamı için sizin gepinizni yağan dese bizge bir xil hakaret qilgandek hakikaten bazıda özümüzni tutanmay vaqirab ketishimiz mümkün. Çünkü ular aşında o'ylaydi. Bular üç Xitayga şunun için bular aşırıp deydi deb o'ylaydi. Endi ma Xitaychi deganda bu Xitay şu Xitay milletidir. Onun için bunun yanı bir bizge ait qulaylik yeri bu şu sistemin içidikisi, şu zoravanlıkını ipağanlarının birisi. Zoravanlıkını ipağan Xitaylarının birisi bu. Sakçı bolgan, türmede işligen, bunda degan vaqtida şu sistemin bir kısmı öz gözü bilen, öz kolu bilen hem katnaşkan hem onun şahit bolgan. Endi bunun deyişi bunda degan vaqtida Xitaylar mı bunun amalı yok. Hazır mesela Muşu Xitay çıkandan keyin mesela Uygur sotu vaqtida yana bir Xitay saqchi vatdi. Ama o manınga o'xshash bakchik gez jurnallarninkiga chiqqan unmagan. Ma o chiqib so'zlaganligidan hozir Xitoyning matbuotlaridimi, chet eldagi Xitoy tilidagi matbuotlardimi nayti cho'ng ulg'u qo'zg'avyotidi. Bu demaklik bunda bir xuddi Yahudi qirg'inchiligininki, Naziydan ashuningki birisi qo'pib, haqiqatan mashta bo'lgan deganlarimi chiqqan shularning ichida. Ashularga o'xshash o sistemning ichidagi bir odamning chiqib deyishi buningga haqlar gumon qilmaydi. Masalan, bizga qanday. Amanda degan vaqtida oxirsini bir Tibetlik bilan bo'lgan paringim bilan desam, oyoqlashtirsam necha yilning oldida men Tibet Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi bo'lgan vaqtimda to'laroq hamda u vaqtda Xitoy demokratlari bilan men Tibet yoshlar qurultayininki
New York'taki bir başlık vardı. Şunu olan tolu katnaşattım. Her ketim biz katnaşkını basat, jığın kügeydi, resim güçlüğü vaxtıda o Tibetlik bilen ben merkez olup gittim. Hem Xitay biz öyle resim güçlüğü. Şimdi bir günü durup dedim Tibetlik'e. Qara, ikimizni bulguyla paydalanıyorduk. Ama biz öyle resim güçlüğü, eti berip panalıqçılaydıgan işiltidi. Tibetlikini kolladım, Uygur'unu kolladım deydi. Bir aydan keyin panalığı tasdiqlanıp qalsa, yana Xitay bayrağını götürüp bizga qarshi chiqdi desem. Tibetlik menden yaş hem bir yaş bala. Amerika'da okuyan bala ki o dedi Elşad dedi. Bunu ben mi bilmem sen mi bilirse biz bilimiz bulan dedi. Ama lakin biz bunda bir fırsatta kelip sözleşimiz gerek. Biz bulağı sözlep 10 Xitayning içinde bir Xitayning qayıl qılarlar. Bizge gap qıldıranga nim qıla alsak bu Xitay 10 Xitayni qayıl qıla alaydı. Biz onun içinde aram ya birini ya ki 20-30'ning içinde birini ikkini qayıl qılıp bu Uygurlarga Tibetlik zulüm baki deb qayıl qıla algan bilen dedi o Xitay. Bu bir Xitay belki 10'ni qayıl qıla alaydı. Çünkü Xitayga Xitay sözlüse onunki gepige Xitaylar kulak saldı. Bu rast oxşaydı deydi. Sen bilen biz sözlüsek vay bular bizge öş şunun için bularning yağandaydı. Çatalliklarmi şunda dep bu Tibet yaş mana degende bir alim terbiye vergende ki mana bir ügetdi. Men kendi oylap to'g'ri bunun dedim. Şununla ilki biz sözlüsek çatallikten 10 Uygur sözlüsek mayli çatallik Xitaylarga onun içinde çatallik olsa belki 6-7'sini qayıl qıla alaymiz. Xitaydan ya birini qayıl qıla alaymiz. Ama lekin bir Xitay çıkıp sözlüse o bizden çıkarak qayıl qıla alaydı. Delillarını göstereydi. Demek bundaqning çıkışı bu bir muhim. Endi mesela şununla koşup azraq desem Qurultay bunun kelgandan keyin bunun bilan ko'rishib buni shu her ketim şunda bir narsalarga chiqarish uchun oldidagi Xitoyni sotga berish uchun chunki bularga kendi Xitoyning tahdidi cho'ng. Shuning bilan bular birdam yeyinib elib, birdam ma'qul deb nihoyatda jiq ovorchiliklar bilan ham ham mana degan tahdid desak bo'lmaydi. Ama lekin onunla bizmi besimlarni qilib buni so'zlamasang biz sana yordam qilolmaymiz. Üzerinin işini üzen al kılırsa, bizni yardım kıl desen sen çokum kögününü, bağırını, materyalini verişin gerek, aşkarlışın gerek. Sen mi bir insan dep onunla kanadayımız hem de iyi hizmetten de yok. Avarçılıkla bilen bularını aldığı çıkarıp, sözültüp, bana degende Xitayning cinayetini, Xitayning ağzı arkalık dünyaya anıltış. Bu mu yenilik? Şununla bu Xitayninki biz için bu Uygur davası yakında hem de azırak boşap minvatıdı xalqarada. Çünkü dünya vaziyeti gün seri özgürüş ciddi. Bunda bir şaraitte bizdek bir milletlerge çoğun devletlerinin vakti degendeki yetişmeyi bizni qarib koyuvatkan manda bir şaraitte bu arkalık biz yana Uygur'unki bu zulümünün bağlığını davamlaşıvatkanını bu Xitayning ağzı arkalık yana bir dolkun kozgap xalqaro matbuotlarning aldığı çıkırış bu biz için bir utuq manda degan vaqtida yana bir qadam biz muvaffaqiyatlarni qazinib mingyapmiz. Mushunda ishladi. Rahmat. Köpten köp rahmat aka. Nayeti iniq dal joyda tushuntirib bergan bo'ldingiz. Hurmatli ko'rmanlar, bizning bugungi programmamiz mishal oyoqlashdi. Bugun Xitoydagi jasus safarbarligi va keyin vatanda saqchi bo'lib ishlagan bir Xitoyniki bergan guvohligi va buning olib kelgan ta'sirli to'g'rida suhbat etib qolgan bo'ldik. Kelasi qitim ko'rish omon bo'linglar. Allohga omonat. Omon bo'ling aka. Allohga omonat. Xo'sh.